Milliy sertifikat darajasidagi qiziqarli savolni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, aylan uchburchak, demak, ichiga ikkita aylana chizilgan va aylanlarni urintiruvchi bir chiziq o'tkazilgan va shu ikkita aylanlar urinish nuqtalari orasidagi masofani topishimiz kerak. Xo'sh, mana bu pastki qismdagi bu ikkita urinish nuqtalari orasidagi masofa ildizosi 129 deyilgan va aylana radiuslari 4 va 8 ga teng. Xo'sh, qanday qilib topamiz? Xo'sh, bunisini o'tkazamiz, bu ham 4 bo'ladi, bunisini o'tkazamiz, bu demak 8 bo'lar ekan. Xo'sh, bunaqasiga bitta chiziq, bunaqasiga bitta chiziq o'tkazamiz. Bu burchagimiz alfa, bu burchagimiz ham alfa bo'ladi. Bu burchagimiz beta, bu burchagimiz ham beta bo'ladi. Demak, bizda mana bu yerni A desak, bu yerni B desak, tangens alfani topamiz. Tangens alfani topadigan bo'lsak, buning bunga nisbati, ya'ni 8 taqsim B bo'lar ekan. Xo'sh, demak bizda bu burchagimiz beta bo'lsa, bu burchagimiz alfa bo'lsa, mana bu burchagimiz beta bo'ladi. Chunki alfa bilan beta 90 gradus. Bu beta bo'ladigan bo'lsa, bu burchagimiz alfa bo'ladi. Demak, tangens alfani topadigan bo'lsa, A taqsim 8 bo'lar ekan. Ikkalasini tenglashtiradigan bo'lsak, 8 taqsim B ni, ya'ni tangens alfani tenglashtirsak, xo'sh, A taqsim 4. Bu A taqsim 4. A taqsim 4. AB A ko'paytirilgan B barobar 32 ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, bizda A qo'shilgan B ildizosida 129. Ana endi e'tibor qarasangiz, bu yer A bo'ladigan bo'lsa, bu yer ham A, bu yer B bo'ladigan bo'lsa, bu uzun joyimiz ham B ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, demak B dan A ni ayiradigan bo'lsak, Y ga teng bo'ladi. Demak, ikkalasini kvadratga ko'tarib, ayirib yuboradigan bo'lsak, nima hosil bo'ladi? A kvadrat plyusdan 2 ta AB plyusdan B kvadrat barobar 129. Demak, A kvadrat minusdan 2 ta AB plyusdan B kvadrat barobar Y kvadrat. Ikkalasini ayirib yuborganimizda bular qisqarib ketar ekan. Demak, 4AB barobar 129 minus Y kvadrat bo'lar ekan. Biz AB'mizni 32 ga teng dedik. 4 ta 32 128 bo'ladi. Demak, 128 barobar 129 minus Y kvadrat. Shu yerdan Y kvadrat topsak 1 bo'lar ekan. Demak, Y imiz teng 1 bo'lib qolar ekan.